Endi bugungi darsimizda Stoichkov formulasini o'rganamiz. Ushbu formula quyidagilardan iborat. Matematik shartlar bilan ishlaydi. Teng emas, katta, kichik, teng, katta va teng kichik degan shartlar bilan ishlaydi. U asosan ustunda berilgan raqamlar, so'zlar, matnlarni shartga muvofiq holatda sanab beradi. Avvalo teng yozib, schyot desak, Stoichkov paydo bo'ladi Excel'da. Ushbu formulaga belgilab, fx ni ochib olib, diapazonga barcha raqamlarni kiritib, kriteriyasiga esa shartni beramiz. Ya'ni teng bo'lsin 1 millionga. Enterni bossak, mana ko'rganingizdek 1 millionga teng bo'lgan miqdor 3 tadan iborat ekan. Shuning uchun ishlatilinadi.